Bo'stonliq ot bozori Platina. 26-yil yakshanba kuni. Otlar juda ham ko'p. Bizni kuzatishda davom eting. Sizga ma'qulini video qilib tashlab berishimiz mumkin. O'zingizga yoqqan otni tanlab, minib ko'rib, yoqsa kelishuv asosida xaridorning yoki sotuvchining kelishuvi asosida olishingiz mumkin. Yoki bizga murojaat qiling, o'zimiz sizga olib beramiz. Sizga ma'qul keladigan otni bo'yini, yoshini, rangini, narxini, taxminiy narxini aytsangiz, biz sizga mumkin. Bilasizmi? Dehqonlar, ot boquvchilar yoki olib sotuvchilar otlarni olib 2 dona otni olib kelib bu yerda sotishganlari bilan, sotishga qo'yganlari bilan uylarida yana 4 tadan 5 tadan otlari bor ekan. Demoqchimizki, agar bu yerdagi otlar yoqmasa, uylariga borib, uylaridan ma'qulini o'zingizga yoqqanini tanlab, olib kelishib, sotib olishing. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Komment, izoh, raqam qoldiring, xabarlashamiz.